Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana farzandlarimizga Instagramdan bunaqa narsa zakaz qildik. Endi hozir ochib ko'ramiz nima ekan. Mana upa-ko'pkalar bilan pechatlari bilan ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunaqa narsasi bor ekan. Bo'ldi. Bu anondaqa yozadigan. Yozib turib, qilsangiz o'chiriladi. Bundan keyin mana bunaqa narsasi ketdi. Bunisini ham ochib ko'ramiz. Ochiling endi, orozlamasdan. Bu rasm chizadigan ekan, mana ruchkalar bilan rasm chizadigan. Bunisi o'ngotesi bor ekan. Bunisi raqamlarni yozar ekan mana. Bunisi alfabet ekan bu. Ruscha alfabet shekilli bunisi. Bunisi-chi? Bunisi karra ekan. Hisob kitob. Mana bunaqa narsasi ham bor ekan. Mana bitta. Bu boshqa bitta. Bu rus tilini shekilli. Endi bunisini olamiz. Волшебная ekan bu. Bu ham ruscha. Bu anaqa ekan, arab tili, arabchasi ekan bu. Bu lotincha ekan bunisi. Husni xat ekan. Mana oddiy ekan bu. Oddiy, mana. Ruchkasini olasiz. Mana. Hammasini o'zini ruchkasi bor ekan. Bitta yana bitta bor ekan. Bunisi ingliz tili shekilli bunisi. Bunda ham raqamlar. Mana ingliz tili ekan bu. Ingliz alifbelari ekan mana. Mana bunda rasm chizilgan. Bunisi bu arabcha ekan bu. Bu shunday. Ruscha, arabcha hammasidan bo'ladi shekilli. Maşallah. Farzandimizga oldik endi shu narsalarni. Mana arabcha ekan bu. Bu ham plus minus. İngilizce. Hozirgi zamonda bolachalarga sharoit qaranglar. Hamma yo'q bor. Bizni davrimizda bunaqa narsalar bo'lmagan. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bilan obunani bosib qo'yinglar.